Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Omonmisiz? Ro'ziqul Berdiyev muxlislarni xursand qilishni juda ham xohlagan edik va bunga erishdik. Bugun Paxtakorning 5-4-1 sxemasida o'ynashini kutmagandik, ammo shunga qaramay raqib himoyasini yorib o'tishga urindik. Biz doim Nasafdan yorqin o'yin ko'rib o'rganib qolganmiz, ammo bugun buni ko'rmadik. Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz deya jurnalist tarafidan berilgan savollarga bugungi o'yinga deya Ro'ziqul Berdiyev o'zining javobini berdi. Bugungi o'yinga ko'p narsa ta'sir qildi. Avvalo, o'yin amaliyoti bunga uzoq tanaffus sabab. Ikkinchidan, ko'p jamoalar bizga kelganda himoyaviy taktikani tanlagan holda bizga kam bo'sh zonalar qoldirmoqda. Bugun Paxtakor jamoasi bunday harakat qilishini kutmagandik. 5 ta himoyachi bilan bizga qarshi tushadi deb hech ham o'ylamagan edik. Bunday o'yinlarda natija birinchi o'rinda bo'ladi. Va jurnalistning savoliga yana e'tibor qaratamiz. Chempionat Aziya saytining jurnalisti savol bermoqda. Bugungi o'yinni 6 ochkolik bahs deyish mumkinmi? Ro'ziqul Berdiyev javob bermoqda. Ha, albatta. Ammo Paxtakor jamoasini hisobdan chiqarib bo'lmaydi. Sababi ularning tarkibida juda kuchli o'yinchilar bor. Qolaversa, yangi kelganlari ham jamoani kuchaytira oladi. Kurash mavsum so'ngiga qadar davom etadi deb o'ylayman. Ammo bugungi o'yin juda ham muhim edi. Manba Chempionat Aziya saytidan olindi. Nasafning ashaddiy muxlislarini birga bir yerda birlashtiramiz. Nasaf bir qadam oldinda. Barchangizga qolaversa, yaqinlashib kelayotgan 16-avgust kuni kutilayotgan yana bir ajoyib uchrashuvga marhamat qilib diqqat qarating deymiz. Qizilqum jamoasiga Qarshida o'tgan yorqin o'yinlardan biri 2022-yil Nasaf 5-0 hisobida Qizilqumni taslim qilgan edi. Eslatib o'tamiz, Nasaf jamoamiz 16-turda Qizilqumni qabul qilsa va shunga qarab biz soatlarini, vaqtini aytib o'tamiz. O'yin 16-avgust kuni Qarshi shahridagi markaziy stadionda bo'lib o'tadi. Superliga 16-tur Qizilqum Nasaf 16-avgust kuni markaziy stadion 20:00 kechki payt. Nasafning ashaddiy muxlislarini birga bir yerda birlashtiramiz. Nasaf bir qadam oldinda. Barchangizni markaziyga chorlab qolamiz.